Yurtimizda fasllar kelajagi bo'lmish Bahoroy o'z jamolini ko'z-ko'z qilmoqda. Bu faslning tarovati ayniqsa O'qchi qishlog'ida o'zgacha qiyofa kasb etadi. O'zbekiston tumanining Qiri-Adirlar va tog'larga tutash bu qishlog'i o'ri gullagan paytlarda yanada ko'zlarni qamashtirib yuboradi. Mana 3-yildirki, ushbu qishloq o'ri gullaganda xalqaro yoshlar ijodiyot festivaliga mezbonlik qilmoqda. Bog'likka burkangan o'rgizor bog' joriy yilning 13-mart kuni qo'shni tumanlardan kelgan ijodkorlar, hokimlik vakillari, hatto xorijiy davlatlardan kelgan mehmonlar bilan to'lib toshdi. Festival dasturidan o'rin olgan milliy xalq o'yinlari, folklor jamoalar chiqishlari, yosh ijodkorlar va hunarmandlar asarlari namoyishi, polvonlar o'rtasidagi kurash musobaqalari, milliy taomlar tanlovlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalari tomoshabinlar e'tiborini o'ziga tortdi. Rishtonlik taniqli usta kulol, Do'stlik ordeni sohibi Tohirjon Haydarovni ham shu yerda uchratdik. Osmoni musaffo, xalqi farovon, bog'lari gullarga burkangan tinch yurtga mana shunday go'zal bayramlar yarashadi deydi Tohirjon aka biz bilan suhbatda. Mana 3 yil bo'lgan bo'lsa festival tashkil bo'lganiga. 3 yildan beri kelaman-da men. Har yili bilasizmi, ijodga undaydi-da insonni. Chunki bir yil olib kelgan narsani keyingi yilga olib kelsangiz tomoshabinga aytadi-da. O'tgan yil ko'rgandek deydi. Mana har yili men har xil ijod namunalarini olib kelaman, sababiki hali bu festivallar ijodga undaydi. O'zi O'rik guli festivali juda ham narsa yaxshiki, men har yil kelganda ko'raman insonlarning yuzida tabassumni ko'rasiz-da. Bu nimadan tinchlik sarofati, hayotdan minnatdor ekanligi. Yana men hozir bitta narsani his qilyapman-da, ukajon bu yerda, bilasizmi? Men baxt his qilyapman. Baxt his qildim-da. Qarang, qo'shiqlar aytilyapti, yurtlar shodon, yurtimizda insonlar shodonligini qarang-da. Insonga nima kerak? Eng muhimi mana shu narsa. Festival davomida elimiz atrofidagi san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturlari, askiya